Bloger avaz o'liklarni orqasidan pul yeb biznes qilgan desam nima deysizlar? Короче, gapni qisqasi, blogerda ayoli bilan telefonda gaplashgan vaqtimda shunaqa gap gapirdiki, erim o'liklarni orqasidan yugur qilib yurardi. O'liklarni orqasidan yaxshi pul keladi, tez pul to'planadi deb, hattoki o'zimni shaxsiy o'likxonamni ochaman degan niyatda yurardi degan gapni gapirdi. Tabiiyki men bu narsaga ishonmadim, sababi bu oilaviy masala. Balki erini yomon ko'rsatish maqsadida ham aytayotgan bo'lishi mumkin deb bu narsaga unaqa jiddiy e'tibor qaratmadim. Mana shu voqeadan keyin shu kungacha 4 ta inson men bilan aloqaga chiqdi. To'ralasini voqeasi deyarli bir-biriga o'xshab ketgani uchun bittasini misol qilib keltirib beraman. Bloger avaz 15 mingga yaqin videosini bir kun ichida o'chirib tashladi. Bu haqida men gapirib videorolik qo'yganimda bir ayol kommentariy yozib qoldiribdi. Men erimni videosini o'chirib tasha deganimda o'chirib tashamagan edi deb. Men sразу interes qilib cho'kak nima bo'lgan so'rab surishtirsam, erim Koreyada vafot etgan deyapti. Buni bloger ko'rib qolib turib, bizni ruxsatimizsiz ehson yekkan deyapti. Rahmatli erim o'lganlarida mendan hech kimdan so'ramay o'likxonaga borib, istoriyaga qo'yib, xalqdan pul yiqqan. U pul bizni o'sha yerda xo'jayinimning o'rtog'ining kartasiga tushgan. Ulardan telefon qilishgan. Shuncha 21 soat ichida 22 ming dollar pul yig'ilgan. Biz internetda ko'rib bu narsani bilib qo'yganmiz. Blogerga aloqaga chiqib, videoyini o'chirib tasha, bizni ruxsatimizsiz ehson yigibsan. Hatya bizni ehsonga muhtojligimiz yo'q edi. Do'st dushmanni oldida sharmanda qilibsan deganimizda videoda o'chirib tashamagan deyapti. Xo'p, videoda o'chirmaydigan bo'lsang, ehson yigibsan erimga deb turib, habib tashi pulni ber desa bermayman deydi. Xo'p, hatya hech bo'lmaganda orqasidan qolgan ikkita farzandiga bir 5 ming dollar bo'lsa ham ber desa, bir so'm pul bermayman, bu pulga masjid quraman deydi. Qani mana shu yetim bolalar uchun 5 ming berib qo'ya olaysanmi deb urushganmiz. Tushunyapsizmi? Senga nima pul beraman, men masjid qurilishiga ehson qilaman. Davay uni ko'rsat ehson qilishingni. Ko'raylik biz ko'zimiz bilan qayga berganingni. Nimaga senga ko'rsatishim kerak? Senga kimsan deb urishga. Biz o'sha o'likni egalarimiz. Davay biz xursand bo'laylik, shu pochcham o'ligini orqasidan mashincha savob ish bo'ldi. Deylikchi ko'rsatchi bizga deb, voy rosa sochimiz oqargan bu iflos bilan. Hattoki u ayolni bloger shantaj qilib ugroza ham qilib ketadi. Men seni eringni narkomonga chiqaraman, tam koreyska uylanib olib dindan chiqib ketgan deyman deb turib qo'rqitadi. Ishonasizmi, o'shanda avaz aytganki, degan, meni g'ashimga tegishmagan, arog'i shishalarni kerak bo'lsa nashalagacha qo'yib degan. Men senlarni shundoq sharmanda qilib, mana aydi, kofir bo'lib o'lib ketdi deb degan, internetda bir tegirlik qilib tashayman seni. Mana bitta rasmini qo'yganimga shuncha xabar boribdi-ki senlarga. Bu tomondan senlarni yerga tiqib qo'yaman men degan. Endi bu ayolning ichida shu darajada abidasi qolib ketgan, 5 yil oldin bloger bularni ugroza qilgan голосовойlarini bu ayol hozirgacha saqlab kelar ekan. Bu insonni hamma zapislari bor bizda. Bizga ugroza qilgan, bizni qo'rqitmoqchi bo'lgan hamma narsasi bor. Agar bir kun emas bir kun bu keladigan bo'lsa, men buni ustidan yozib qamataman degan niyatda. Ya'ni tushungan bo'lsanglar, to'ralar insondan ham ruxsat so'ralmagan. To'ralar insonga ham bir so'm pul berilmagan, to'ralar insonni ham videosini o'chirib tashamagan. Ya'ni hammasiga men masjid quraman degan bahona qilgan. Endi masjid qurgan bo'lsa bu zo'r narsa, chunki baribir o'likka ham kuniga savob borib turadi. Lekin blogerda 4 yil 5 yil oldingi hayotini surishtirsam, haqiqatan masjid quraman degan gap bo'lgan, ehsonga pul yigilgan ham masjidga. Lekin afsuski rezultat nolga teng bo'lgan. Sababi blogerda tanishimi, do'stimi, xullas kimdir pulni olib qochib ketgan ekan. Xullas masjid qurilmagan. Keyin dinni tushunadigan insonlar bo'lsa, yuridik tomonlama qonun qoidani tushunadigan insonlar bo'lsa, meni savolim shuki, kimdir ruxsatsiz, kimdir nomidan ehsonga pul yigib turib, keyin u men senga ruxsat bermaganman, videoyimni o'chirib tasha deydigan bo'lsa, videoda o'chirib tashamaslikka haqqi bormi-yo'qmi? Ikkinchisi, kimdir norozi qilib uni ruxsatsiz o'likka deb turib pul yigib turib,
o'likka 1 so'm pul sarflamasdan u pulga masjid quraman deyishi bu joizmi yo'qmi? Bilganlari bo'lsa tushuntirib ketsanglar xursand bo'lardim. Qaranglar, hamma savollarga javob уже berib bo'lganmiz. Kecha kirgan odamlar ham xabari yo'q-da, mana nima bo'lgan deb anaqalar qilib yotishibdi-da. Hamma kanalni kuzatish kerak. Bo'ldi, bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Nomerga keladigan bo'lsak, nomer tekshirish uchun kamida 2 oy vaqt ketadi. Kamida. Lekin bizning advokat bizga va'da berdiki, yo'q, unaqa 2 oylikka cho'zmaymiz. Chunki bu yerda qotillik bo'lganligi uchun maksimal darajada 2 haftalik ichida, bu degani 1 kunda bo'lishi ham mumkin, 2 hafta o'sha 14-kuni bo'lishi ham mumkin. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa narsada. Bu yerda ko'pchilik o'ylayaptiki, anaqa narsani xohlashyapti. Ya'ni ularni xohishi bo'yicha bizni video qo'ya olmaymiz, post qo'ya olmaymiz. Ularni xohishi, ularni yuragi taskin topishi uchun. Biz qotilni topish uchun harakat qilyapmiz. Tushunyapsizlar? Kimdir yuragi taskin bo'lishi uchun videoni qo'ya olmaymiz. Bu narsa tushuninglarki, yana bir marta aytaman, kimdir yuziga bir shapaloq urib yoki kimdir cho'ntagidan kimdir narsa o'g'irlab ketmagan. Bu yerda gruppoviy jinoyat bo'lgan. Jinoiy guruh bu yerda bitta qizni o'ldirishgan. Ana o'sha narsa yetmaganga hozir u qiz O'zbekistonda ko'milgan. Bu narsa juda ham qiyin narsa. Kommentariyani o'qiyapmiz. Shaxsan o'zim o'qidim. Bugun odatda e'tibor bermas edim. Bugun o'qisam cho'zilib ketdi deyapti. Yana bir marta qaytaraman, o'rtoqlar. Juda ham tez ketyapti aslida ish. Juda ham tez ketyapti. Juda ham bundan ortiq tezlik bo'lmaydi. Ishonaveringlar, qotillik bo'yicha bundan ortiq tezlik bo'lmaydi. Maksimal darajada ketyapti. O'zingizlar yana bir marta o'ylab ko'ringlar. Jasad O'zbekistonda. Jinoyat bu yerda bo'lgan. Ya'ni Koreyada bo'lgan. Juda ham tez harakat qilyapmiz. Sizlarni nazaringizda bor yo'q o'zimda olib qaranglar, hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. 2 oy ham bo'lgani yo'q, bor yo'q. O'zi primoy efir qilganimizga qancha bo'ldi? Nozmani o'lganiga hali 2 oy bo'lmadi. Bizni primoy efir qilib avaz bilan gaplashganimizga qancha bo'ldi? Hech qancha bo'lgani yo'q. Lekin sizlar уже bir pasda kimnidir qamalishini yoki nimadir bo'lishini kutyapsizlar-da, uni iloji yo'q. Biz shuncha narsalarni ochib tashladik. Hattoki prokuratura ham, yonib politsiyasi ham bir kunda topa olmagan narsalarni topib qo'ydi-da. Tushunyapsizlarmi? Topa olmagan narsalarni biz bir kunda topib qo'ydik. Assalomu alaykum. Divanli ekspertlar ko'payib ketdi-da, aka, shunga shunaqa bor. Nima? Yangi kelgan odamlar bor. Ularni ham tushunish kerak. Iltimos, kimdir mikrofoni yo'q, shu mikrofonni hamma o'chirib tura oladimi? Nuqtacha o'chiring mikrofoningizni. O'chiramiz, Javohir akadan boshqa hamma. Kimdir mikrofoni baribir setaki yo'q-da. Xullas, biz nima demoqchiman? Biz maksimal darajada tez ketyapmiz. Bundan tez yurib bo'lmaydi. Hech kim hali qilmagan ishni hozir qilyapmiz biz. Tushunyapsizlar? Nuqtacha o'chiring mikrofoningizni. O'sha nuqtachani admin blok qilib yuboring vechniga. Ovozlarni o'chirgan bo'lsalar ham 100 marta aytdik. Yana bir marta qaytaraman, o'rtoqlar. Juda ham tez harakat qilyapmiz biz. Bunaqangi tez bo'lmaydi. Politsiya o'sha umuman e'tibor bermagan narsalarga biz e'tibor qaratib, hamma narsalarni isbotini bilan advokatga topshirdik. Tarjima qilishyapti. O'zingizlar ham tushuninglar. U umuman boshqa jamiyat, bizaniki umuman boshqa jamiyat. Tili ham boshqa. U narsalarni advokat o'zi ko'rib, kim bu ish bo'yicha shug'ullanadi deyapti. Advokatni o'zi hayron. Uni kim topdi? Sizlar bilan biz topdik birgalikda, to'g'rimi? Mana nuqtacha vechniki blok bo'ldilar. Xo'p, sizlar bilan biz birgalikda bu narsani topdik. Advokat hozir hayron. Har bitta detalni kim o'rganib chiqdi deb. O'zbekiston xalqi o'rganib chiqdi dedik. U hayron, значит, bu yerda yo'qda уже ancha odamlar anaqa qilibdi-da, bu mavzuni ko'tarishibdi deyapti, dedik. Bo'ldi deyapti-da. Har bitta detalni tashib beramiz, u hayron. Bizga ish qoldirmabsizlar-ku deb hazil-huzul qilib kulib qo'yapti. Biz yana bir marta aytaman. Juda tez, eng oxirgi tezlikda bordik. Biz eng oxirgi tezlikda bordik. Uje faqatgina politsiya bilan ushasa bo'ldi. Hozirgi endi yangilik, ya'ni mana Jamshid mavzusi. Sizlar eski muhokamalarni o'sha muhokama qilmaylar. Anita qon bor ekan, anita oyog'i ko'rinib qolgan ekan, yoki-da yana gap aytyapsizlar-ku, bu yerda mana bunaqa bo'lgandi, bo'ldi. Hamma narsa aniq. Jinoiy guruh bo'ldi, Nozmani o'ldirishdi. Tamom, qanaqa qilib o'ldirishdi? Bo'ldi, unisi muhim emas. O'ldirishdi. Muhimi bilamiz, pichoq qilib o'ldirmagan. Shuni bilamiz. Nozim o'zini o'zi osmagan, bo'ldi. Bu mavzuni gapirish kerak emas. Muhokama nima uchun? Muhokama eng oxirgi qo'yilgan post uchun e'tibor berayotgan bo'lsanglar, eng oxirgi bitta post qo'yilyapti, reski muhokama ochilyapti.
Sizlar hali ham o'shani eski temani muhokama qilib o'tiribsizlar. Endi kecha kirgan odamlar, bu mavzuni tushunmagan odamlar turib o'zi Nozima kim o'zi deb yozib olganlar bor yoki Avaz kim deb yozib olganlar bor. Bu endi cherishib bizning ustimizdan kulishdi. U yaxshi emas. Eng oxirgi qo'ygan mavzu muhokama qilish kerak. Mana men sizlarga yengillikni yaxshisini aytaman. Biza o'zimizning jamoamiz bilan bitta men emas, bu yerda juda ham ko'pchilik, kadr orqasida ko'p odamlar bor. Koreya yangiliklari, ya'ni Koreya Novostisiga hamma narsani topshirdik. Bitta kanalga emas, bir nechta kanallarga yozdik. Endi zapros tashlandi. Endi bu narsani ular ko'rib chiqadi. Mana shu 2-3 kun ichida ko'rib bizga javobini aytishadi. Qachon bu bo'yicha efirga olib chiqishadi, qanaqa o'rganishadi. Endi ular ham o'rganish kerak. Tushunyapsizlar? Yana bir marta qaytaraman. O'rtoqlar, bu yerda o'g'rilik bo'lmagan. O'g'rilik bo'lmagan. O'g'rilikni ham bir kunda hech kim hal qila olmaydi. Shunaqangi o'g'riliklar borki, u bir oy qidiriladi. Bu yerda prям qotillik bo'lyapti. Politsiya buni berkityapti. Biza o'sha narsaga qarab kurashyapmiz. Sizlar naborot bizga motivatsiya berish o'rniga oxirgi paytlarda kommentariyada cho'zilib ketdi. Ani yosh bolalarning gapida bu serial bo'lib ketdi, hindcha kino bo'lib ketdi. Yo, u unaqa emas. Bor yo'g'i endi bundoq qaranglar, hali 2 oy ham bo'lgani yo'q, o'rtoqlar, hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. O'zbekistonda bitta qotillikni tegiga yetib, bu narsani to sud bo'lib, sud hukmi o'qilgunigacha qancha oy vaqt ketib qoldi. Mana oddiy misol, Ahmadboyni olaylik, mana o'sha sudi bo'lgan. Qancha necha yil o'tirdi to uni sudi bo'lgunigacha. To'g'rimi? Mana hozir yana kimlar bor mana hali ham sudi bo'lmaganlar. Mana bir taftish yuzida bir bolalar chiqqan edi, to'g'rimi? Ularni ham hozir hali sudi bo'lmadim bilmayman. Juda ko'p protsedura uzoq cho'ziladi. O'zbekistonning o'zida ham. Bo'lmasa O'zbekiston qanaqa zo'r ishlaydi? Koreya mamla hozir ishlamayotgan joyda tag'in ham biz ancha harakat qilyapmiz. Hozir politsiya ham tupikka kirib qolgan. Sud ekspertizasi ham tupikka kirib qolgan. Mana Avazning gruppasi ham hammasi tupikka kirib qolishgan. Biza keyin hamma narsani ham e'lon qila olmaymiz. To'g'ri, meni ham ichim yonib ketyapti. Mana shu narsani xalq bilsa edi, qaniydi men bu narsani qo'ya olsa edim deb. Bu narsani qo'yadigan bo'lsak, bular uje qochib ketib qolishi mumkin yoki o'zimizga minus bo'lib qolishi mumkin. Borda shunaqa qo'limizda narsalar. Bu narsani e'lon qila olmaymiz oldindan. Biza qo'yayotgan videolarimizning hammasini 2 kun, 3 kun oldin olib bo'lganmiz. Opani Mametni Feruza opani opsionga qilib yurgan videolarni ancha oldin. Opa ham undan ancha oldin borganlar. Uni narsa keyin biz e'lon qilyapmiz. Chunki oldindan harakat qilsa, bu yurib borishadi. Tushunyapsizlar? Mana kechagi misol qurigan daraxt bo'yicha ko'pchilik noto'g'ri fikr bildiryapti. Kecha, ya'ni nima bo'ldi? Menga telefon bo'lib qoldi. Men boshqa shtatga o'tayotgan vaqtimda telefon bo'lib qoldi. Tochka anaqasi bilan, niki bilan, tochka, prosta hech qanaqa username ham yo'q. Olib gaplashdim. Bor yo'g'i 40 sekundga ham bormadi menimcha, shu 1 minutga ham bormadi, tez gapiryapti. Shev uni bo'g'ib o'ldirdi, siq qo'lini ushlab turibdi, uni pastga borib, anaqaga ko'mmoqchi ham bo'lishgan. Pastiga bog' bor, o'sha yerda qurigan daraxt bor, o'sha yerga ham ko'mmoqchi bo'lgan. Kamerani oching dedi, qo'yib qo'ydi. Nechidir sekund ichida. Men unga bilan gaplasha olmadim. Kim bu, nima bu, to'xtadim-da, keyin mana muhokamaga kirdim. Qarasam hamma o'tirgan ekan. Shunaqa aytayapmanki, kim o'sha yerda yashaydi? Kimdirlar bor, shu 4 ta odamlar orasida bittasi quloq chiqib keldi-da. Orasida bittasi quloq chiqib keldi. Ha, bo'ldi, biz yashaymiz deyapti. Ha, bo'ldi, yashaydigan bo'lsangiz, iltimos Nozimani uyini manzilini oldiga boringlar-da, o'sha yaqin atrofda bog' bor ekan. O'sha yerda qanaqadir qurigan daraxtmi, nimadir bor ekan. O'sha yerda menga syomka qilib beringlar, o'sha aynan qaysi joyda joylashgan. O'sha narsani menga bilib beringlar dedim. Bo'ldi, mayli, xo'p deyapti. Kimdirlar boryapti, kimdirlar bormayapti, kimdirlar aldayapti. Endi bu narsa muhokama nima bo'lyapti? Odamlarning fikri umuman o'zgarib ketdi. Etga odam ko'mib bo'lmaydi deyapti. What imенно? Odam ko'minib bo'lmasligini bu bolalar ham tushunib qoldi-da. Ha, to'xta deyapti-da, qaytishyapti yana orqaga. U odam shu narsani nazarda tutdi. Etga hech kim odam ko'mildi deyilmayapti. Etga borib biz jasad qidirmayapmiz. Jasad O'zbekistonda. Ularni maqsadi nima bo'lgan? Bu odamni gapi bo'yicha hali bu odamni o'zi ham provokatsiya qilgan bo'lishi mumkin, bizlarni chaqirtgan bo'lishi mumkin. Bu narsani o'shancha kanalga qo'ymayapmiz. O'sha narsani to'g'ri tushuninglar. Hamma aytayaptiki, "Yo, u yoqqa odam ko'mib bo'lmaydi, u yoqqa odam ko'mib bo'lmaydi." U yoqqa ko'mildi demayapmiz-ku, yoki anu bizga chiqqan odam u yoqqa ko'mib qo'yishdi demayapti u odam. O'sha yoqqa ko'mmoqchi bo'lishdi, o'sha yoq atrofliga qurigan daraxt oldiga deyapti. Endi bu odamning gapiga mayli biz ishonib kanalga qo'ymayapmiz, provokatsiya bo'lishi ham mumkin. Bu narsa bizning fokusimizni boshqa qaratish bo'lishi mumkin. Biz u yoqqa odam yuboryapmiz, ya'ni o'sha yoqqa borib, qani o'sha chirigan daraxtmi, qurigan daraxtmi, o'sha atrofga qara, o'sha atrofda kamera bormi, yo'qmi? Agar o'sha yerda kamera bo'ladigan bo'lsa, biz uni ochmoqchimiz. Haqiqatda o'sha yerga Siroj bilan Sherzod borib ko'rishdimi, для interesi bo'lsa ham, o'sha vaqtlarni tekshiramiz-da, kamerani ochgandan keyin. O'sha vaqtga borib ko'rgan bo'lsa, ha, demak bo'lishi mumkin.
Demak bo'lishi mumkin. Demak ana odam demak haqiqatda aytgan bo'lishi mumkindir. Keyin dalillarga dalil yig'amizda, keyin uni olib chiqamiz. Bizga mana shunaqa odam chiqdi. Biz kamerani ochib tekshirganimizda haqiqatda bular mana yurgan ekan. Demak bu gap rost bo'lyapti deb keyin olib chiqamiz. Tushunyapsizlarmi o'rtoqlar? Iltimos, bizani shoshiltirmanglar. Bizni shundoq ham sizlar shoshiltirmaysanglar ham biz o'zimiz sizlardan-da ko'proq qattiq harakat qilyapmiz. Sizlardan-da tezroq, yuqori tezlikda ketyapmiz maqsadga qarab, adolatga qarab intilishga. Lekin iltimos kommentariyada bir oy bo'lib ketdi, 2 oy bo'lib ketdi, serial bo'lib ketdi, kino bo'lib ketdi. Albatta kerak bo'lsa sezonli bo'ladi bu narsa. Sezonli bo'ladi. U biz ham u narsani xohlayotganimiz yo'q. Men ham o'zim qiladigan boshqa ishlarim bor. Lekin hozir biz eng yuqori tezlikda ketyapmiz. Prosta sizlar eng oxirgi qo'yilgan mana shu xabar bo'ladimi, post bo'ladimi, nima bo'lsa ham ana o'shani muhokama qilsanglar bo'ladi. Ya'ni muhokama qilgandan g'iybat emas bu yerda yoki boshqa mavzu emas. Masalan, Jamshid mavzusi qo'yildi, to'g'rimi? E'tibor bergan bo'lsanglar, Jamshidni qidiruvga berdik. To'g'rimi? Diqqat, srochniy repost deymiz. Demak, o'sha odamni tanigan kim bor? Kim yangi kelyaptimi? To'xta, taniysanmi? Yo, eski savol beryaptimi? Bo'ldi, kerak emas. Bizga Jamshid taniysanmi? Mana bunaqa narsa. Kim? Hozir ota-onasi ham eshitib o'tirgan bo'lishi mumkin. Ularni ham uyda trevoga bo'lyapti. Birinchidan biz hech kim Jamshid qotil demayapmiz. Jamshid bu yerda guvoh. Aniq bu yerda guvoh. U biladi nima bo'lganligini. Lekin bu yoqda onasi so'raganida, onasi aytganida, qizimni ahvolini qanaqa, nima bo'ldi, ko'rdingizmi, yo'qmi deganida, "Yo'q, men eshitdim, men ham keyin eshitdim" deb yolg'on gapirgan. Kechagina Jamshidni o'zi bilan shaxsan o'zim bog'langanimda, "Men siz bilan gaplashish bilan nima foyda? Men politsiyaga borib, uje hamma gapiradigan gapimni gapirib bo'ldim-ku" deyapti. Nimaga uni politsiya chaqirdi? Birinchidan politsiya chaqirmagan uni. Biz bilamiz advokat orqali kim bu yerda dapros bo'lyapti, kim dapros bo'lmayapti. Tushunyapsizlar? Bu yerda u bola bizga chiqdi. Anaqa qilmayman deyapti. Sen bilan gaplashmayman bu mavzu bo'yicha deyapti. Agar men politsiyaga borib o'sha bo'ldi, dapros qilib, so'roq qilib bo'lindim deyapti. Men skrinshotini ham qo'yib qo'yaman u narsani. Boshida lekin bu onaga nima degan edi? Yo'q, meni xabarim yo'q degan edi. Men ishda degan edi. Ishda bo'lgan odamni politsiya chaqirmaydi. O'zingiz o'ylang, kameraga tushib qolmagan odamni, ishda bo'lgan odamni politsiya nimaga chaqiradi? Umuman chaqirmaydi. Bu o'sha chaqirdi deyapti. Bu bolani o'zi to'piga kiryapti. Va u to'piga kirib ham bo'lgan. Mavzu muhokama qilishinglar kerak, faqat Jamshidni qidirish kerak. Jamshid kim qotil demayapti. Uni ham eshitayotgan uydagilar ham bilsin, u qotil emas. Lekin jinoyatni yashirayotganligi bo'yicha yaxshigina katta so'roq olib ketadi bu inson. Agarda jinoyatni bilib turib yashirayotgan bo'lsa, murdani ko'rgan bo'lsa, jasadni ko'rgan bo'lib turib, onasiga yolg'on gapirayotgan bo'lsa, aniq qamalib ketib qoladi. Sizlar mana shunaqa narsa qilib, bir-biringlar bilan muhokama qilsanglar bo'ladi. Kelgan odamni shatda kim taniysanmi, tanimaysanmi? Da mana bunaqa narsa kim biladi? O'zi bitta odam chiqib qoladi o'zi. Men bilaman, mana bunaqa joyda ishlaydi. Shunaqa qilib sekin mana shu narsani muhokama qilish kerak. Juda ham eski mavzular emas. Hammaga kattakon rahmat.